Ba'zi sevgilar vaqt bilan unutiladi, ba'zilarini esa san'at abadiylashtiradi. Mumtoz Mahal Begim Shohjahonning nafaqat sevimli rafiqasi, balki eng yaqin hamrohi bo'lgan. Mumtoz Mahal Begim 14-farzandini dunyoga keltirayotgan paytda vafot etadi. Shu voqeadan keyin Shohjahon uzoq vaqt motam tutadi. Oradan 20 yil o'tib, uning sog'inchi oq marmarga aylanadi, ya'ni Toj Mahal bunyod etiladi. Bu yerda sevgi oddiy so'z bo'lib qolmagan. U naqshga aylangan, kalligrafiyaga aylangan, marmar ichida ochilgan gullarga aylangan. Toj Mahal devorlaridagi gullar chizilgan emas. Ular Pietro Dura san'ati orqali yarim qimmatbaho toshlarni oq marmarga inkrustatsiya qilish usulida yaratilgan. Majmuaning ikki yonidagi qizil qumtosh binolar esa Boburiy me'morchiligining mukammal simmetriyasini aks ettiradi. Chap tomonda masjid, o'ng tomonda esa me'moriy muvozanat uchun qurilgan Javva binosi joylashgan. Hikoyaning yanada g'amgin tarafi, Shohjahon umrining so'nggi yillarida Agra qal'asida uy qamog'ida yashagan. Uning xonasidan uzoqdan Toj Mahal ko'rinib turgan. Go'yo umrining oxirigacha o'z sog'inchiga qarab yashagandek. Shuning uchun Toj Mahal muhabbat, ayriliq va san'at orqali abadiylashgan sog'inchdir. Shu o'rinda ushbu sayohatni tashkil etishda yaqindan yordam bergan Enada Travel'ga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Aynan shu safar orqali Hindistonning boy madaniy merosini yaqindan his qilish imkoniga ega bo'ldik.